Bugungi kunda tadbirkorlarning muammolari nimalardan iborat va ularga qanday ko'mak zarur? Ayni shu mavzuda Marg'ilon shahar soliq inspeksiyasida Farg'ona viloyati soliq boshqarmasi mas'ullari va kichik va o'rta biznes vakillari ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Yurtimizda kichik va o'rta biznes sohasi ish o'rni, investitsiya, innovatsiya, raqobat, qo'shilgan qiymat va eksportni ko'paytirishga eng katta turtki berayotgan yo'nalishga aylandi. Farg'ona viloyati soliq boshqarmasi tomonidan tadbirkorlar bilan o'tkazilayotgan muloqotlar orqali ularning taklif va muammolari o'rganib chiqilmoqda. Navbatdagi uchrashuvda 30 nafardan ortiq ishbilarmonlar o'zlarining soliq masalalari bo'yicha murojaatlarini bayon qildilar. Muammo ishlamagan firmamga qat'iy soliqlar qolib ketib, soliq chiqqan. Keyin har oy отчет topshirmaganlik hisobida unga shtraf chiqqan. Yechimni yozma ravishda kelishib, hal qilib beramiz deydi. Mazkur uchrashuvda 2025-yil 1-apreldan soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlarga ham to'xtalib o'tildi. Bu borada tadbirkorlarning taklif va mulohazalari ham tinglandi. Bundan tashqari muloqot chog'ida bildirilgan murojaatlarning ayrimlari joyida yechim topgan bo'lsa, boshqalari o'rganib chiqish uchun mas'ullarga biriktirildi. Bugungi Marg'ilon shahrida tashkil etilgan uchrashuv hududlar bo'yicha 4-hududda tashkil etilgan uchrashuv hisoblanadi. Har bir hududga borganda 10 dan ortiq tadbirkorlik subyektlarining muammolari yechilib, bartaraf etilyapti. Bugungi kunda umumiy olganda shu uchrashuvlar natijasida 50 dan ortiq tadbirkorlarning muammolari bartaraf etilib, ijobiy hal qilindi. Shuningdek, tadbirda o'zini o'zi band qilgan shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor, kichik va o'rta biznes hamda yirik korxonalar zanjiri asosida tadbirkorlik subyektlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Ochiq va konstruktiv ruhda bo'lib o'tgan uchrashuvda tadbirkorlar o'zlarining tajribalari, faoliyatini kengaytirish borasidagi rejalari bilan o'rtoqlashdilar hamda zarur tavsiyalarni oldilar. Bu kabi muloqotlar viloyatimizning tuman va shaharlarida davomli tarzda o'tkazib kelinmoqda.